aziz teletomoshabinlar, sayohat vaqti bo'lganligini anglatuvchi ko'rsatuvimiz yana efirda. Bahor fasli bu sayohatlarga chorlovchi fasl deyishadi. Demak, bu galgi ko'rsatuvimizni biz tabiat qo'ynida, tog'lar bag'rida joylashgan Xo'jamishkent ziyoratgohidan olib borishga qaror qildik. Ana shunday tog'lar bag'riga, go'zal tabiat qo'yniga erta tongdan yetib keldik. Ko'rib turganingizdek, ortimizda Xo'jamishkent ziyoratgohi joylashgan. Biz bu yerda ziyorat turizmi hamda dam olish uchun yaratilgan sharoitlar bilan sizlarni tanishtiramiz. Shunday ekan, bizdan uzoqlashmang. Tarixiy manbalarda tez-tez uchrab turadigan Xo'jamishkent ota ziyoratgohi Jizzax viloyatining Yangiobod tumanida joylashgan. Xo'jamishkent otaning asl ismi haqida aniq tarixiy ma'lumot yo'q. Rivoyatlarda aytilishicha, u kishining asl ismi Xo'ja ibn Ishoq, eng yaqin shogirdining ismi esa Xo'ja Muhammad bo'lgan ekan. Alisher Navoiyning Nasoimul Muhabbat asarida Yusuf Hamadoniyning ustozi Shayx Abu Ishoq bo'lgani qayd etilgan. Shuningdek, Nasafiyning Qandiya asarida Yusuf Hamadoniyning Mo'g'ronahrga kelishi haqida Hamadon viloyatida 11 nafar oshnalari hamrohligida kelgan edilar. Ularning 4-chisi Xo'ja Ishoq degan ma'lumot mavjud. Shayx Abu Ishoq mazkur maskanda qo'nim topgan avliyo ota bo'lishi ham mumkin degan taxminlar ham bor. Farhod aka, mana shu ziyoratgoh majmuasi to'g'risida ma'lumot bersangiz. Xo'jamishkent ota qadamjosi. Qadamjo bo'lishligiga sabab o'sha yuqoridagi qabrlari, qabr tagida hech qanday mayitlari yo'q. Xo'jamishkent ota shu yerdan g'oyib bo'lib ketgan o'rniga ramziy qabr tiklangan. O'sha yonboshda ko'rinib turadigan g'orlari bor, o'sha g'orlarning boshlanish qismi ichkaridagi qabr tagida. Xo'jamishkent ota bir karomatgo'y avliyo bo'ladi. U kishining asl ismlari Xo'ja Ishoq Vali. U kishi bir xalifalar bilan keladi. Kelgan payt mana qishlog'imizda pastida bir suv omborimiz bor. Shu suv omborning o'rnida qolgan Buqabuloq ota degan joy bor. Shu yerda bir beklik bo'ladi. Shu beklikka kelib bir g'arib kampirning eshigini taqillatadi. Onaxon, bizga yotishga joy bersangiz desalar, mayli bolam, sizlarga joy berishga beraman-u, lekin sizlarga beradigan yegulik hech vaqom yo'q. Bisotimda bitta echkim bor, shu echkimni sog'ib, sutini sotib kun ko'raman deydi. Bizga hech narsangiz kerak emas. Yotishga bir boshpana joy bersangiz bo'ldi desalar, unday bo'lsa kiringlar, uyim to'ri sizlarniki deydi. Ular kirib, kampirning uyida 2 kun 3 kun mehmon bo'lganlaridan keyin bittalari toldi xipchinidan chovlut o'qiydilar. Sut suzdiradigan chovlut o'qiydi-da, kampirga olib borib beradi. Momo, sutni olib borib sotishdan oldin mana shu chovludan suzdirib olib borib soting deydi. Kampir bo'pti deb boya kosadagi sutni chovludan suzdirsa, bitta paqir to'ladi, kosada sut tugamaydi. Qozonga solsa, qozon ham to'ladi, kosada sut tugamaydi. Bu endi bir karomat ko'rsatmasa, siz ham ishonmaysiz, men ham ishonmayman. Kampir 2 kun 3 kun olib borib sotgandan keyin kampirni shartda ushlaydilar. Sen har kuni bitta kosada sut olib kelarding. Mana 2 kun 3 kundan beri paqirlab sut olib kelyapsan. Buni biron bir xislat karomati bor yo biron joydan o'g'irlab kelyapsan deydi. Aytmaganga qo'ymaydi. Kampir bo'lgan voqeani aytib beradi, choparlar bekka yetkazadi. Bek aytadi, unday bo'lsa ularni olib kelinglar, beklikka xizmat qilsin deydi. Ular ancha vaqt beklikda ham har xil karomatlarni ko'rsatib xizmat qilib yuradi. Oxiri bizni ketadigan kunimiz bo'ldi, bizga ruxsat bersangiz desalar, mayli sizlarga ruxsat beraman, faqat sizlar beklikka shuncha vaqt xizmat qildinglar, sizlar ham xizmatingizga yarasha biron nima so'ranglar deydi. Yo'q, bizga hech narsa kerak emas deganlariga qo'ymaydi. Unday bo'lsa podangiz ichida bir buqa bor, o'shani olib chiqib, so'yib, xayri xudoyi qilib, bizga o'sha buqani terisicha yer bering, biz shu yerni o'zimizga vatan quraylik deydi. Bitta buqani terisicha yer nima bo'ladi desa, bizga shu yetadi deydi. Bo'pti deb buqani olib chiqib, so'ygan joydan bir katta buloq qaynab chiqadi. Buqa buloq ota degan joy shundan qolgan. So'yib xayri xudoyini o'tkazgandan keyin terini ikki uchidan ikkovlari ushlab tortsa, teri cho'zilib juda katta maydonni enlab ketadi. Bekka chopar boradi-da, yotig'i bilan tushuntirmasdan evlar avliyo emas ekan, sehrgar ekan. Bitta teri bilan butun yering degallab oldi, senga yer qolmadi deydi.
Bekam so'rab surishtirmay unday suvlarni otinglar, o'qqa tutinglar deyoradi. Xalifalar o'sha yerda qoladilar. Xo'ja Mushkent ota asl ismlari Xo'ja Ishoq Vali dedik. Qochib kela turib, mana pastda qo'tir bulog'imiz bor. Baland jordan sharshara bo'lib suv tushib turibdi. Shu yerga kelib o'zlarini jordi panasiga oladi. O'sha turgan o'rinlardan suv chiqqan yo'q. Atrofidan sharshara bo'lib suv chiqib turibdi. O'sha bejiz chiqmaydi, otilgan o'qlarni, nayzalarni o'rnidan chiqadigan suv deydi. U yer ham pana bermagandan keyin qochib shu tepalikka chiqadi. Qarasaki orqadan otib kelyapti. Ey Xudo, endi menga yo'l ber, bu kofirlarning yuzini ko'rmayin deb mushtlari bilan urib g'or hosil bo'lib shu g'or ichida g'oyib bo'lib ketgan. Shundan Xo'ja Mushkent deyilgan. Endi bu g'or ichida g'oyib bo'lib ketgan, kim o'tgan, qachon o'tganini buni hech kim bilmaydi. Bir rivoyatlarda aytadiki, shu yerdan kirib ketib Makka va Madinadan ham chiqqan deyshadi. Endi mana yuqorida ko'rgan maqbaralarning tiklanish tarixi Samarqand tomonda bir boy bo'ladi, uni farzandi bo'lmaydi. Shuda ayon bo'ladi, xuddi men bilan sizga o'xshab gaplashadi. Borib Xo'ja Mushkent otani o'rnini ziyorat qilib, o'rniga maqbara tiklab kelsang, Alloh senga farzand beradi deydi. Men u yerda qanday topaman? Qayerdan topaman desalar, qo'ying ichida bir ko'k qo'chqor bor. Yetaklab chiqib bo'yniga arqon solsang, qo'chqor o'zi yo'l boshlab jo'naydi. Borib, qayerga borib, to'rttala oyog'ini qiblaga uzatib yotgan o'rnidan turmasa, o'sha yer shuni joyi so'yib, xayr Xudoyni o'tkazib maqbarani tiklab kelasan deydi. Boy ertalab tursaki tushini ta'birni qo'l astaylariga aytgan ekan, boy buvon desa boraylik, ko'raylik deydi. G'ishtlarni narsalarni tuyalarga ortib, qo'chqorni yetaklab chiqib bo'yniga arqon solsa, qo'chqor o'zi yo'l boshlab jo'naydi. Ular orqasidan karvon bo'lib kelaveradi. Kelib buqa-buloq tagiga kelganda bir yotadi. Joy shu ekan deb so'ymoqchi bo'lganda qo'chqor yana turib jo'naydi. Birinchi yerga keldilar-da. Kelib shu tepalikka chiqib to'rttala oyog'ini qiblaga uzatib yotgan o'rnidan turmaydi. Shu yerda so'yib xayr Xudoyni o'tkazib maqbara tiklab borgandan keyin Alloh unga farzand beradi. Bu yerga befarzandlarni ko'p ziyod kelishning sababi ham shunda. Endi buni hammasi kishining niyatiga, ixlosiga bog'liq, chin dildan. Niyat bilan, ixlos bilan kelganlik kim quruq qaytmagan, Xudo xolasa qaytmaydi ham. Hurmatli teletomoshabinlar, mana shu ziyoratgoh majmuasi ko'rib turganingizdek juda katta maydonni egallagan va parvarish berilgani ko'rinib turibdi. To'g'ri aytasiz Nilufar opa, maskanda har bir yo'laklar ozoda va mana shunday archalarga ham chiroyli ishlov berilgan. Bu ham o'sha sayyohlarni, turistlarni o'ziga jalb qilishning bir ko'rinishi desak bo'ladi. Chunki bu yerda faqat ziyorat turizmi emas, o'sha dam olish maskanlari ham mavjud ekanligiga guvoh bo'lib turibmiz. Chindan ham bu yerdagi sokinlikda faqatgina soyni shildirashi eshitilyapti. Bundan tashqari faqatgina ziyorat joylari emas, balki juda ham ajoyib manzillar bu yerda bor. Pastda soyga qarab yuramiz. Soyning ovozi quloqqa juda ham yoqyapti. Ziyoratgohdagi 14 buloqning har biri o'ziga xos ta'm va shifobaxshlik xususiyatiga ega. Buloqlar qo'shilib soyga aylanadi. Aytishlaricha bu zilol suv ming dardga davo. Ular o'z xususiyatiga ko'ra alohida nomlanadi. Niyat buloq, murod buloq, isitma buloq, qo'tir buloq va hokazo. Yaxshi niyat bilan kelganlar buloqlarda yuz qo'lini yuvib, shifobaxsh suvdan to'yib ichadi. Buloqlar suvining inson organizmiga foydali minerallarga boyligi ilmiy jihatdan isbotlangan. Samarqandlik arxeolog olim Aleksey Gritsina ziyoratgohda 365 ta buloq sanagan. Nilufar opa, sayohat vaqti ko'rsatuvimiz orqali yoritib borayotgan manzillarimiz bir-biridan go'zal va betakror, shunday emasmi? To'g'ri aytasiz. Tomoshabinlarimiz ham agar bizni barcha ko'rsatuvlarimizni kuzatib borayotgan bo'lishsa, O'zbekistonimizning mana shunday bir-biridan g'aroyib, mo'jizakor manzillarini bor ekanligiga guvoh bo'lishayotgan bo'lsa ajab emas. To'g'ri aytasiz, aynan bugun Xo'ja Mushkent ziyoratgohidan olib borayotgan ko'rsatuvimiz orqali ham o'zimiz ham ko'plab bilimlarga ega bo'lyapmiz, to'g'rimi? Ma'lumotlar olyapmiz va mana shu sharshara haqida ham hozirgina mutaxassisdan bir chiroyli va kerakli ma'lumotlarga ega bo'ldik. Ko'rib turganingizdek, mana ortimizda katta bir jarlik va mana shu tuproqli jarlikning ichidan suv sizib chiqayotganini
Bu esa betakror bir manzarani kashf etayotganini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda devorlardan o'sib chiqqan o'ziga xos bir betakror suv o'tlari ham mana shu manzaraga bir o'zgacha qiyofa berib turibdi. Va aytishlaricha, bu yerdagi mana shu suv bilan yuvilgan tuproq shifobaxsh xususiyatga ham ega ekan. Yaxshisi bu haqda mutaxassislardan ma'lumot olamiz. Bu yerda asosan 3 ta bulog'imiz bor. Buloq soni juda ko'p bu yerda. Asosan katta bolalarimiz 3 ta buloq. Borganingizda birinchisi niyat buloq, niyat qilib ichiladigan buloqlardan, keyingisi qo'tir buloq deydi. O'sha teri kasalliklariga nimaga juda shifobaxsh buloq. 3-chi bulog'imiz isitma buloq. Demak, har bitta buloq birorta dardga davo. Shunday, xuddi shunday. Hurmatli teletomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, yo'limizni mana shunday bir qadimiyligi ko'rinib turgan bir daraxt to'sib chiqdi. Albatta, bu daraxtni yoshi juda katta ekanligi uni tanasidagi yoriqlardan ham ko'rinib turibdi. Lekin mana shu daraxtga ziyon yetkazmagan holda mutaxassislar ko'rganingizdek yo'lakchani bir chiroyli qilib o'tkazgan va mana shu daraxt arka vazifasini bajaryapti desak ham bo'laveradi, to'g'rimi? Bu yerda insonning tabiatni rivojlanishiga aralashmaganligi, hamma narsani tabiiy holda saqlab qolishga intilganligi yaqqol ko'rinib turibdi. To'g'ri aytasiz va tomoshabinlarimizdan ham tabiatni asrashga, daraxtlarni kesmaslikka va albatta shaharlarda ham daraxtlarni asrab avaylashga chorlab qolamiz. Atrofdagi turfa daraxtlar, gullar, ajib ifor taratuvchi rayhonlar ziyoratchilarning bahri dilini ochadi. Har bahorda keng ko'lamdagi obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari olib boriladi. Har bir tog' hududi kabi bu yer ham soylarga juda boy ekan. Mana yana bir soyni ustida turibmiz. Va bu yerdagi soyni o'zanida o'sib turgan daraxtlar, mana bu o'to'lanlar unga o'zgacha bir ko'rinish kasb etyapti. To'g'ri aytasiz. Hozir mana shu mahalliy aholidan eshitdik, yuqorida bir go'zal sharshara ham bor ekan. Sharshara tarixi bilan esa tomoshabinlarimizni mutaxassis tanishtiradi. Qani ketdik. Qadamjoda Xo'ja Mushkent otaning ramziy qabri ustiga xonaqoh qurilgan. Kiraverishdagi masjid, dam olish joylari, choyxona va mehmonxona ziyoratgoh ko'rkiga ko'rk qo'shadi. Qadrli muxlislar, ko'rib turganingizdek, bu tepalikda qishloq kafdek ko'rinib turibdi. Ana shu qishloq bo'ylab oqib o'tadigan soy bo'yida esa ko'plab dam olish maskanlari ham bor. Ya'ni bu yerga kelganingizda faqatgina Xo'ja Mushkent otani ziyorat qilibgina qolmay, balki tabiat qo'ynida dam olib ketishingiz ham mumkin. Shu fursatdan foydalanib, demak, dam olish maskanlari haqida ham ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Hurmatli teletomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, Mushkent ota ziyoratgohi va uning atrofidagi dam olish maskanlarida tabiat aynan o'z holicha saqlanganligini, suvlarning zilolligi, umuman inson aralashuvi bilan bo'lgan hech qanday sun'iy qurilmaning yo'qligi bizni e'tiborimizni tortdi. Shunday emasmi, Sohiba? Xuddi shunday, Nilfarpa, hattoki bahor bo'lishiga qaramay, suv shunchalik tiniqki, insonga qandaydir kayfiyat bag'ishlayapti. Hatto suvning shildirashi ham asablarni tinchlantiryapti. Chindan ham agar shahar shovqinidan, qandaydir tashvishlardan uzoqda bo'lib sokinlik bag'rida dam olishni istasangiz, aynan mana shu joy siz uchun.
deyishimiz mumkin. Bahorda suvlar loyqalanadi, ammo suvning tiniqligi haqiqatdan ham sohiba aytgandek juda ham zilol. Biz bu suvni ushlab ko'rdik, suvga qo'llarimizni yuvib, hattoki suvni harorati yozda juda muzday bo'ladigan bu suv hozirda o'zini iliqligi bilan insonni o'ziga jalb etadi. Yana bir ma'lumot, mana shu soy bo'yida yurgan aholi vakillaridan bilishimizcha, mana shu soyda marinka baliqlari ham yashar ekan. Haqiqatdan ham o'zi marinka balig'i tog' suvlarida yashaydi. Bu yerda demak ana shu baliqni uchratishimiz ham mumkin ekan. Shu o'rinda yana bir narsani ta'kidlab o'tishim kerak. Chindan ham agar siz bolaligingizni eslab, o'sha bolalikka qaytmoqchi bo'lsangiz ham aynan mana shu manzil siz uchun. Chunki qirlarda ochilib yotgan boychechaklardan hozirgina Nilufar opam bilan birgalikda gulchambarlar yasab, biz ham bolaligimizga qaytdik. Demak, soy bo'yida joylashgan dam olish maskanlari tomon yo'l olamiz va u yerda yaratilgan shart-sharoitlar bilan tanishamiz. Bizni ko'tarardik ikkalamizni. Shundan ham ertakdagi ko'prikchalarga o'xshaydi-ya, Nilufar opa. Dam olish maskani va assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana shunday go'zal tabiat qo'ynida, oila davrasida bir dam olish ham o'ziga, insonga kayfiyat bag'ishlaydi, to'g'rimi Nilufar opa? Shunday. Keling, bu yerdagi yaratilgan sharoitlar haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Qadrli muxlislar, ko'rib turganingizdek, tabiat juda ham go'zal, insonga kayfiyat bag'ishlaydi. Ayni daqiqalarda yonimda Hayitqul aka. Hayitqul aka, bu yerga kelgan turistlar, umuman sayyohlarga qanday sharoitlar yaratilgan? Keling, shu haqda tomoshabinlarimizga ma'lumotlar berib o'tsangiz. Sayyohlarga mana joylar qilib qo'yamiz, dam oladi. Fontanlarimiz bor, gullar bor, tomosha qiladi. Soyabonlar bor. Bo'riklar bor, olchalar bor. Qayerlardan sayyohlar keladi? Chet eldan ham tashrif buyuradimi? Endi sayyohlar Qashqadaryodan kelishdi, Buxorodan kelishdi, Vodiydan kelishdi, bultur Dag'istondan kelishdi, Rossiyadan. Shularni kutib olamiz, rozi bo'lib kechgacha o'tirib dam olib ketadilar. Bir kunda qancha sayyohlarni qabul qilib olasiz va joyingiz bir vaqtning o'zida bir kunda qancha sayyohga xizmat ko'rsatasiz? 9 ta karavotimiz bor. 9 ta karavot to'lgancha sayyohlarga xizmat qilamiz. Taomlar qanday? Taomlarni hammasi maqtab ketishadi bizni. Suvimiz buloqda 7 buloq suv bor. Tola buloq suvidan suv tortib qo'yganman. Shuni ichib ko'rib o'zlari suv olib ketishadi, maqtashadi. Endi taomlariga jaz desa jaz pishirib beramiz. Sho'rba qilib beramiz. Dimlama qilib beramiz, qizilcha qilib beramiz. Baliq qovurib beramiz. Hamma sharoitni nima xohlasa bor. Mana mavsum boshlanish arafasida ekan. Yana sayyohlarga qanday yangiliklar qildingiz bu yilgi mavsumga? Mana 2 etajli so'ri qildim, teparoqda o'tiradi. Vodiydan kelganlar 2 etaj so'ri bo'lsin deb zakaz qilib ketgan edi. Shuni qilib qo'ydim. Fontan qilganman. Keyin mana Rossiyadan kelgan siren gullardan olib kelib ekdim. Hozir ochilish boshlagan, ochilgan, hozir ko'rsataman sizlarga. Keling, o'sha fontan va gullarni ham birgalikda tomosha qilamiz. Mayli. Qadrli muxlislar, ko'rib turganingizdek, bu butasimon gul, ya'ni siren guli ekan. Hayitqul aka hozir bu gul haqida to'liq ma'lumotlarni aytib o'tadi. Bu gul Rossiyada ko'p o'sadi, o'zimizda ham hozir o'syapti. Siren deydi buni, qizili, qizil bo'lib o'sadi. Bu yil endi qish mavsumi qor ko'p bo'lgani uchun kechroq ochilib, endi ochilish boshlayapti. Mana qarasangiz qizil ko'rinib turibdi. Lekin bir qarashdan o'sha daraxtga, butaga o'xshab ketar ekan. Shu. U o'sadi, ancha baland bo'ladi. Hidi ham yaxshi.
Bu ham o'sha sayyohlarni o'ziga jalb Jalb qiladigan qiladi. bir gul desak bo'ladi. Shu yerga kelib sayyohlar rasmga tushadi. Mana burgutimiz bor. Burgutda atrofida tushadi. O'zi umuman tabiatning o'zi insonga juda ham yuqori kayfiyat bag'ishlayapti-da. Bu yerda yashayotgan insonlar, fuqarolar qanday, kuningiz qanday o'tadi? Keling shu haqida ham aytib o'tsangiz. Sayyohlar keladi, sayyohlarni bilamiz. Ustuniga bir ikkita qo'yimiz bor, qo'yga qaraymiz. Kartoshka ekamiz, shunaqa sabzavot ekamiz. Shuni yashaymiz. Rahmat Hayitqul aka, sizga dasturlarimiz esa davom etadi. Bizdan uzoqlashmang. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda mana shu o't o'lanlar bag'rida, tog'lar bag'rida mana shunday qo'zichoqlar tug'ilgan. Bu yil bahorgi qo'zichoqlarmi bular? Bahorgi. Soriq. Soriq qo'ya. Ularni hajmi kattaroq bo'ladimi? Ha, kattaradi. Daromad qanday? Daromad endi har yil bittadan qo'zi olamiz. Soriq qo'zicha bu. 1 oylik qo'zicha. Boy bo'ldi. 1 oylik uchun bu katta emasmi? Hisori qo'ylar katta bo'ladimi? O'zi gavdasi katta, hisori qo'ylar katta bo'ladi. Har yili bittadan qo'zi olasiz. Har yili, ha. Aziz tomoshabinlar, mana shunday go'zal maskanlarning har bir go'shasini sayr qilish, ziyorat qilish asnosida kun ham kech bo'ldi. O'ylaymizki, ko'rsatuvimiz davomida sizga bergan ma'lumotlarimiz sizlarga manzur bo'ldi va ular asosida siz ham mana shunday manzillarga tashrif buyurasiz. To'g'ri aytasiz, bizga ajratilgan vaqt esa har doimgidek mana shu yerda o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Demak, bizni kuzatishda davom eting. Sayohat vaqti ko'rsatuvimiz orqali hali bunday tanishtiradigan go'zal maskanlarimiz juda ham ko'p.